Hörmətli dostlar, yaxşımısınızlar? Bugün həmmimizə tanışlıq bolğan Bulbullar degan naqshni o'rganimizə, notasının üzerine yazgan. Tempo 69, odar 8'de 6 odar. Bu notni qarashdan burun 8'de 6 odar degan nima deganni biz bilishimiz kerak. 8 degan nima deganda, mushu har bir ovozningki vaqti, ya'ni mushu her bir ovoz, mana ovoz 8 ga bo'lingan ovoz deymiz biz. Yalnız kelib ostiga bir sızaq sızılsa. Mana bu shunda ovozdan 6'sı var degan gap bir ta'kidda. 1 2 3 4 5 6. Birinchi ta'kidni tahlil qilsak, mana 6 tal ovoz keldi. Endi ikkinchi ta'kid qarasak, bu ikki siziqlik ovoz endi. Ikki siziqlik ovozningki mana ikkisi mana shu bir tal ovozga tam bo'lganlik uchun bu yerda 6 tal ovoz, jami mana shu 3 ovozga tam deb qarasak bo'ladi. Bu yerda 2 tal ovoz, ma 2 tal ovoz, ma bir ovozga tam. Vaqti ya bu da. Demek biz udar urganda nota o'qib turib qo'limizda udar urish boshqa, duttadi chilib qo'limizda urish boshqa. Shuning uchun ma notada udar urganda biz har bir ovozga bir sizaq udar ursak bo'ladi. Demek biz 3 bo'lim shaklda udar uramiz ya. Masalan la 3 bo'lim ketdi. Rey 3 bo'lim ketdi. Endi mushu o'zi yana bir 3 bo'lim udar bo'ladi. Masalan rey shi do shi. Mana ikkidan jami bir 3 bo'lim. Rey shi do shi. Endi mavju bu arlasha la bir siziq, yana bir la bir siziq, sola ikkisi bir siziq. La sola. Demek mana shunda udar shakllari bor. Endi meya qarasak, bu yerda yana o'xshamaydigan bir udar shakli borki, rey bir siziq, keyinlik 4 rey, 2 siziq. Rey. Bundan başqa udar shakli yo'q. Endi biz dotlarimizni yaxshi sozlab olgandan keyin avval notada berilgan ovozlarni bir besib boqamiz. Masalan, birinchi ta'kidda la mau gaoyin rey, yuqori ovozda. La rey. Avval bu urishlarga qaramay, biz shu ovoz o'zini besib boqaylik. La rey. Besib boqqandan keyin buningdan chiqayotgan ovozni biz ohangni o'zimiz og'zimiz deyishimiz kerak. La rey. Mana shunda o'rgandik. Rey shi do shi. Rey shi do shi, yani gaoyin rey. Shi olsa tushirilgan shi. Mana bu yerdagi tushirilgan shi. Mana. Rey shi do shi. La sola. La sola. Endi mana biz shu ikki ta'kidni dudlarni chip ko'stib qo'yaylik. Urish usuli. Biz quruq gayga ovozlarni mana past usti ursak bo'ladi. Masalan, mana shu 3 ovozni birinchisi pastga 3 bo'linganki, birinchi siziq pastga, qolgan 2 talla ustiga. Mana reymi pastga, qolgan 2 rey ustiga. Endi meyada rey shi do shi, bu 2 tal siziq bo'lganligi uchun biz buni jup uramiz. Rey shi do shi. Bunu biz ta'tir urishdan boshlaymiz. Ustiga jup rey. Ostiga jup shi rey. Ustiga jup do shi. Mana bu urishlarni hamda biz qarab o'rganamiz. Beshidagi ta'kidda la. Bu tugide hamda mana biz bunu 10 vursak, 10 vurup başlayalım. Rey shi do shi. Keynideki la degan gap qo'limiz ta'tir kelib qoldi. Shuning uchun bunu ta'tir urib başlasak bo'ladimi? Duttada ba'zi yerlarda, ba'zi 8 6 udarlarda ta'tir urib başlanadigan udarlar. Masalan, mana ustiga jop urib başladik. Rey shi do shi. Demek bu 3 6 ovozni tugitib oldik degan mana. La sola. Bundaq udarlarni biz mana shundaq kelgan
Aldıda ikki bir sızık, avazın ikki, keynide qo'sh ovoz bo'lsa, buni biz ast üsti ve ast üstimiz. La la sola. Demek mal lalla'nınki vaqti asta, ma sola'nınki vaqti ishtik ol. Çünkü bu sola o'zi bir lag'i tamam mı? Demek hazır bunun da biz ma vuruşun teatr olup başladık. Hem de miyedeki kaynikaya vuruşun olsa biz 10 vursak mı boladı. Doğru şiirey. Yani şu 4 avazını biz 10 pes gücüp üstü gücüp bana. Hem de kaynedeki do şiini yani buna do şiin kısak pes gücüp vursak ma lallaga kolumuz teatr gibi kal. Şunun için bu do şiin az tuturumuz buna. Doğru şiirey do şiin. Yani ki demek hazır biz iki xil uruşunu öğrendik. Ma birisi teatr başlaşın. Yani birisi teatr başlap ma'nıga tushirish. Yani birisi o'ng başlap keynini o'zgartib, keynidagi jup ovozini o'zgartib, ma'nun qulaylik yaratish. Demek mana shunda tez usullardan hazır biz ikki xil o'rgandik. Mana bu hazır bizga seviye talab qilgan yerga o'tib bo'ldik orada. Demek ma hazır urushlarni qayta ko'rsam bo'ladi. Ya mushu xildilar, ya mushu xildilar chiptigi jo'sanlar bo'ladi. Rengaran har xil çalımı deysanlar, hazırcha biz ikki xil o'rgandik. Hamda la la so fa fa mi so fa mi. Demek buna pastki beshini diyorga kaynini az tuturmadı. Hem de rey şi deydi. Demek bizge yanıla ben köprek işletyaptım beshini jup burish. Demek mana shunda 3 bir sızaqlıq avaz kaynadik kiyase biz çokum aldıdaki iki sızaqlıq şikavan az tuturumuz. Manın kolumuz teatr gibi kalmaslık. Bunun çokum birincisi pes görülüş gerek. Mamı pes görülüp kalsa, bu mu yani pes görülüp kalsa bizim udardan çıktılan kolumuz toktap kaldıran iş. Çokum yüzüyor. Rey şi rey do şi la la so. Bir şey geçer, ben sözlep birey. Ahırını, muş oruçlarını düşünelgen dostlar, muşu boyunca urup çarp baksanlar boludur. Eğer bilemizsanlar, ayrımkan derslerimiz katmazsanlar boludur. Demek bizninki kıldığan işimiz aldı bilen notadaki avazlarını koruk tardı çelip avazımızı geldi şimdi. Çünkü ahanı bilgendeyken biz ahan tonuşuyorgandayken ahanınki meyri içtik, meyri azdık edip kolumuz kelişi gibi boludu. Ma yüzeyki uygulup kalmayımız yani. Değil mi? Hem de men ama sol kolumdaki barmak kaydası görüp ona bu sol koldaki teknikadan sözler biri ya. Bu iki kurulu. La'nı boğumuz bunu. Reyni 4. barmak tutumuz. Tıtırtıp canımız başladı. Rey şi rey do şi la. La'nın yanı boğumuz. Şi'ni bunda tutumuz ya. La'nı boğup şi'ni tutumuz. Meni boğup durup fan tutuyor. Reyni la avazı bilen tutuyor. Bu şiir düşkende mi? Nasir avazını tam koşuyor.
avazlarda tuğandık uğruş bunu. Demek maşı uğruşunu köpeğe işletimiz. Arısı. Arısın sıvı. Arısı. Hem de bunun yanımı texnikalık challenge'ları var mesela. Ben çekip buraya bununla teximcik pıraqlarını qatlıp qoşsaq bunu. Həmişə rey şivrey doşi. Bunda pıraqlarını qoşsaq bu. Notaga yezib etishning o'rni bormi? Yo'q, notada biz faqat jazmi. Meşe gizli versek ma avazı texima jiqiyib menda birla qarab çalanmaydigan kabi o'qolmayman kel degan bir ideya kelib qilishim mumkin ba'zanlar. Buni his qilamiz anglab. Buni yana bir xil yugab chilaversak bo'ldi boshqa axir. Bunday olsa, bugungi o'rganib olgan mazmunlar oldi bilan notani tatlab turib dottada birma-bir mush ovozlarni og'amini egilash. Anundan keyin urush qoidasini egilash. Anundan keyin sol qo'ldagi to'g'ri bo'lgan barmoq tutishni ko'rib o'rganish va oxirida o'ng qo'l so'ng qo'lni birlashtirish va musha bo'yicha 100 qitim mashq qilib bo'lgandan keyin andan keyin majib bergan hem chiroyli texnikalik bosqichni jiq anglash, jiq ko'rish, tadqiq qilish ashuni ostilatib qo'yib ko'ramsizlar. Necha man qitim ko'ramsizlar. Mana shu jarayonlar orqali bir muzika ro'yobga chiqdi. Demak, muzika o'rganish degan u oson ish emas, bu faqat mashqdan keladi. Ko'rish, jiq anglash, jiq his qilish, jiq mashqdan keladi. Demak, gumpa degan gap. Bu gumpani ishlatish uchun biz mashq qilamiz. Gumpa degan shu mashqdan keladi. Ondan sonra bugungi darsdan